Alhamdulillah bilib oldim. Bo'lib qol Nussa, oshir. Tepsanchi. Ayya. Qoyil, zo'r. Mana bu maktubda aytilishicha, Oyi, bizning qanaqa Nussa maktub? maktab o'quvchilari safida Jakartaning markaziy maydonida o'tkaziladigan maktablararo futbol musobaqasida ishtirok etish uchun jamoa tarkibiga olinibdi. Rostamoyjon, chindan ham shunaqa deb yozilganmi? Mana, o'zing o'qib ko'r. Alhamdulillah. Tabriklayman polvonim. Meni tanlashdi. Qanaqasiga? Musobaqaga Haligi boraman. qoyil, zo'r. Mashalloh. Qoyil. Sen bilan juda faxrlanaman, o'g'lim. Vah, 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 vah. Akamni og'zi qulog'ida-ku. Nima akajon? Yana oyimdan sovg'a oldingizmi? Buni qara, buni qara. Duolarim Voy. ijobat bo'libdi-ra. Men endi Jakartaning markaziy maydonida o'tkaziladigan futbol musobaqasida qatnashadigan bo'ldim. Yo'g'ing. Alhamdulillah akajon. Tabriklayman Nussa. Abdul, musobaqaga boraman. Endi ko'proq mashq qiling akajon. Voy. Nega aynan Nussani tanlashdi? Agar qobiliyatga qaralsa, meni ham Nussadan kam joyim yo'q-ku axir. Shuncha shug'ullansam ham baribir meni tanlashmabdi. Yo Alloh, axir men ham musobaqada ishtirok etishni so'rab senga duo qilgandim-ku. Bu qanday adolatsizlik bo'ldi? Abdul, Nussa, Rara, shu yerdamidinglar. Sizlarni sezmay qolaman. Bundan chiqdi, kecha Abdul xursand bo'lmagan ekanda. Ey, unday emas-ra. Nussa, mendan ranjimagin o'rtoq. Ochig'i men ham musobaqada ishtirok etsam degandim. Men ham ertayu kech duolarimda Allohdan shuni so'ragandim. Ammo ular qabul bo'lmadi. istig'for ayt Abdul. Alloh haqida bunday gapirish yaramaydi. Noto'g'ri duo qilgandirsan. Shuning uchun ular ijobat bo'lmagandir. Ay, nimalar deyapsan? Nima dedim? Axir oyim duoni ham to'g'ri aytish kerak deganlar-ku. Duoni to'g'ri qilish kerak? Har gal duo qilganimda qo'llarimni mana bunday tutaman. Duo qilishning ham o'z odoblari bor Abdul. Duo qilsang-yu, lekin u tez orada ijobat bo'lmasa, bundan darrov norozi bo'lmaslik kerak. Ha, demak, bundan chiqdi Abdul duo qilish odobini bilmas ekanda. Astag'firulloh. Men buni bilmasdim. Ha, Abdul, avvalo doim ibodatda bo'lishing kerak. Keyin Allohdan biror narsa so'rash uchun avvalo uning ismini zikr etish lozim. Keyin payg'ambar alayhissalomga salom yo'llaysan. Oho, Alloh ismi deb Asmoi husnani aytyapsan? Ha, buni bilar ekansan-ku. Ha, Abdul, bundan tashqari mustajab duolar vaqtlari ham bo'ladi. O'sha paytda Alloh albatta duolarimizni ijobat qiladi. Masalan, namozga azon aytiladigan paytda, azon va iqomatning o'rtasidan. Keyin yomg'ir yog'ayotganda ham, to'g'rimi akajon? To'ppa-to'g'ri. Oh, ha, endi to'g'ri duo qilishni bilib oldim. Ya, azon chaqirilyapti. Amin. Seni ham futbol jamoasiga qo'shishlarini so'rab duo qildingmi? Ha? Ra. Voy, unda nimani so'rading? Musobaqada Nussaning jamoasi g'olib bo'lishini so'rab duo qildim. Mashalloh. Amin. Mashq qilishdan avval masjidga borib kelamiz. Mana koptaging, yo'qolib qolmasin. Oh. Katta rahmat-ra. Arzimaydi Abdul. Ketdikmi Nussa? Avval namoz o'qib olamiz. Ketdik.
Abdul, keyin Men menga tomosha ana usulingni qilaman. o'rgatasan-a? Juda ajoyib ekan. Alloh subhanahu va taolo bandalarning iltijolari va duolarini eshitishdan charchamaydi. Balki banda unga duo qilishdan charchashi mumkin. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bag'rikenglik. Sal qolsa tushib ketardi-ya. Mana endi ketsa bo'ladi. Ha? Yo'q. Obbo, shu yetmay turuvdi. Baribir tushib ketdi-ya. O'rgildim. Ey xudoyim, Yurt, yordam beramiz. ketyapman aka. Hozir olaman. Men ham yordam beray. Uni ham ol. Menga ber. Bunisini ham. Menga uzatir. Hop. Rahmat bolalar. Alhamdulillah. Juda ham dastyor bolalar Ana ekansiz. bo'ldi. Arzimaydi. Sizga yordamimiz tekkandan xursandmiz. Hammasini joylab oldingizmi? Xudoga shukr. Hammasini joyladim. Ha, darvoqe. Yordam berganingiz uchun sizga atagan sovg'am bor. Ushla, qand olib yeysan. Bu pulga bir dunyo shirinlik berishadi. Kerak emas, amaki. Men yo'talyapman. Shirinlik mumkin emas. Olaver. Chin ko'ngildan beryapman. Biz sizga xolis yordam berdik. Evaziga hech narsa kerak emas. Muhimi qutularingizga shikast yetmagan bo'lsa bas. To'g'ri aytasan. Rahmat sizlarga. Yaratgan panohida asrasin. Yana bir karra rahmat. Arzimaydi, amakijon. Yaxshi yetib oling. Astag'firulloh. Bu qachon sodir bo'ldi? 2 kun avval? Alloh saqlasin. Mey, o'zing yaxshimisan? Bolalar tinchmi? Nima bo'ldi ekan, akajon? Iltimos, sabrli bo'l azizam. Inshaalloh senga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Ling va Aloyga salom aytib qo'y. Xo'p. Mana bu. Oyim nega ularni olyapti, Mana bu aka? ham. Yana nima? Oyijon, nima uchun bu kiyimlarni qutiga soldingiz? Nima, bu kiyimlarni sotmoqchimisiz? Hey, Rara. Bular mehribonlik uyiga topshiriladi, to'g'rimi oyijon? Yo'q, men bularni Nasimeyga ehson qilib bermoqchiman. Haligi masjiddagi dugonangiz-a? Yo'q. Nasimey meni bolalikdan birga ulg'aygan eng yaqin dugonam. Shunaqami oyijon? Mey xola. 2 kun avval uni uyidan yong'in chiqibdi. Astag'firulloh. Ularni hamma narsasi, kiyimlari ham yonib ketibdi. Kiyishki kiyimlari ham umuman hech vaqosi qolmabdi. Unda oilasidagilarcha ular salomatmi oyijon? Alhamdulillah, o'zlari salomat ekan. Alhamdulillah. Faqat Ling va Aloy hozir maktabga bora olishmas ekan. Astag'firulloh alazim. Akajon. Astag'firulloh. Endi men ularga yordam bermoqchiman. Nusa, Rara, narsalarni joylashimga qarashib yuboringlar. Keyin ularni bugun Nasimeyga eltib beramiz. Qayoqqa? Ha, mayli. Oyijon, mana bu sumkamni Lingga bersam bo'ladimi? Lekin bu Devi xolangni senga bergan sovg'asi-ku. To'g'ri, oyijon. Ammo hozir Lingni bitta ham maytab sumkasi yo'q-ku. Keyin esa meni eski sumkam bor. O'shani tutib beraman. Yangisini esa sovg'a qilmoqchiman. Menga mana bu daftar va qalamlarni o'tgan oyda olib berganingiz. Balki bular hozir
aloy va linglingga kerakdir. Bularni chindan ham ehson qilmoqchimisizlar? O'zingizga kerak bo'lmaydimi? Bizda ham bor oyijon. Inshaalloh ularga ham kerak bo'ladi. Alhamdulillah. Sizlar bilan faxrlanaman bolajonlarim. Biz ham siz bilan faxrlanamiz oyijon. Sizga qarashib yuboraman. Ra, ana unisini sol. Shunimi? Ha. Men bunisini olaman. O'zgalarning mushkulini oson qilsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizning ham mushkulingizni osonlashtiradi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Jahling chiqdimi? Nima deb o'ylaysan? Qaldirg'och uch hushiga kelarmikan? Aftidan qaldirg'och uch bilan hammasi joyiga o'xshaydi. Bu haqda Quyon birga ham xabar berishimiz kerakmikin? Quyon bir aloqaga qabul. Aloqadaman. Burgut 2 qabul. Xiyobonda favqulodda holat ro'y berganga o'xshaydi. Men guvohni boshqarmaga olib boraman. Qabul. Bo'pti. Yo'g'e, qabul. Qo'zichoq 4 aloqaga. Dalada vaziyat qanaqa? Qo'zichoq 4 qabul. Bu yer tinch, Burgut 1 hammasi nazorat ostida. Nega men qo'zichoq 4man? Azon vaqti bo'ldi. Isqorlar o'yinimizni to'xtatamiz. Namozga azon aytilyapti. Bo'pti Nissa, qabul. Ushli. Rahmat Nissa. Mana Safiya katta rahmat. Arzimaydi Rara. Safiya, kel, shu o'yinni ertaga ham o'ynaylik. Bo'pti-ra. Ratsiya bilan o'ynash juda maroqli ekan. Qara, keyingi safar yana albatta o'ynaymiz. Safiya, men ratsiyani yana biroz olib tursam maylimi? Abdul, namozga borasanmi? Boraman, lekin buni ham olib tursam degandim. Maylimi? Iltimos. Mayli, ola qol. Ha, rostdanmi? Lekin yo'qotib qo'yma. Xo'p, rahmat Safiya. Ha. Bu Burgut 2ga. Xo'p. Bu esa Quyon 1ga. Vo, Quyonchi. Qaytgancha, qo'zichoq 4 qani? U kelmaydi. U ratsiyani buzib qo'yibdi. Antennasi ishlamayapti. Buzibdi? Qanday qilib? Ana, qo'zichoq 4 kelyapti. Ha? Safiya, men uzr so'ramoqchi edim. O'tgan shanba kuni. Ha? Va, uni jahli chiqyapti-ku. Ha? O'tgan shanba nima bo'ldi, Abdul? O'tgan shanba qo'limda ratsiya bilan Sofiyaning uyidan qaytayotganimda ko'chaning qoq o'rtasida bir daydi it ortimdan quvishni boshladi. Tezroq yugur, Abdul. Ay, ha? Xullas, shunaqa bo'ldi Nissa. Shuning uchun bugun maktabda ham Abdul bilan salomlashmabsan-da. Abdul bugun sendan kechirim so'radi-ku. U bu ishni atayin qilmagan. Bechora Abdulni daydi it quvibdi. U qo'rqib ketgan. Buxoriydan kelgan hadisda Rasulimiz alayhissalom musulmon kishi o'z birodaridan 3 kundan ortiq arazlab yursa halol emas deb aytganlar. Ha, to'g'ri, lekin o'nchog'im sindi-ku, Nissa. Qaldirg'och 3 aloqaga. Qaldirg'och 3 qabul.
Qo'shchoq to'r uzr so'raydi. Sofiya, ratsion antenasini bir amallab to'g'riladim. Mana, tekshirib ko'rchi. Keyin kechirasanmi? Voy, qoyil. O'zing tuzatdingmi, Abdul? Juda aqllisan-da, Abdul. Zo'r. Rahmat, Musa. Sen ham meni kechirgin. Juda uzoq arazlab yurganim uchun, Abdul. Hech qisi yo'q. Yordam! Quyon bir tashqarida. Izquvarlar o'yinini boshlaylik. Hozir boshlaymiz, hozir boshlaymiz. Vah, endi men do'stlarim shifokor bo'laman. Abdul bo'lsa, isquvarga aylanadi. Voh, bo'pti. Isqor Abdul va Nusa jinoyatchilar izidan tushishadi. Ketdik. Kim kechirimli bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning qalbiga xotirjamlikni solib qo'yadi. Xo'sh, dushman qaysi tomonda ekan, a? Astagfirulloh. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Saxovatli bo'ling. Shokolad yegim kelyapti. Bitta olaman, Yuchoq amaki. Bittasini olaver. Rahmat. Yuchoq amaki, menga shokolad bilan non Xo'p bering. bo'ladi, o'g'lim. Mana bu shokolad va nonni puli. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Yuchoq amaki. Menga xushbo'y pishloqli chipsdan bersangiz. Mana bunisidan. Bo'ldi, sabr qilra. Mana shumi? Shunisi. Olaman. Rahmat. Barakalla. Amaki, menikini ham pulini Nusa akamdan oling. Qizi tushmadi. Juda ham pishiqda. Yuchoq amaki, mana bu 5000 vafli uchun. Rara ham olgan chipsini pulini akam beradi dedi. 2000 kamlik qiladi. Hech narsa yegim kelmayapti deganding-ku. Shuni hozir yeyish shartmi? Rostdan ham yegim kelmayotgandi, lekin birdan ishtaham ochilib ketdi. Attang, menda faqat ming qolibdi. Yo'q, agar pulimdan bersam, o'zimga shirinlik ololmay qolaman. Yuchoq amaki, bir daqiqa. Hozir Rarani chips uchun uydan pul olib kelaman. Ehtiyot bo'ling akajon. Ehtiyot bo'l, Nusa. Pulni deb uyga borishing shart emasdi. Keyinroq bersang ham bo'lardi. Mashalloh. Saxovatli bo'lsang, katta savobga erishar ekansan. Ustoz aytdiki, saxovatli banda jahannamdan 7 vodiy uzoq bo'lar ekan. To'g'ri, Abdul, biz ham saxovatli bo'lishimiz kerak ekan. Abdul, Sofiya, yuringlar, Yuchoq amakining do'koniga ketamiz. Ketdik. Nima olsam ekan? Tanlayver, qizim, tanlayver. Rara shirinlik olmoqchi. Koshki yonda pul bo'lsa. Rarani mehmon qilsammikin? Rara, astagfirulloh. Seni qara-yu. Bugun seni mehmon qilmoqchiman. Senga mana bu chipslar yoqadi, to'g'rimi? Rostdanmi, Abdul? Olaver. Ajoyib. Bu soliha qiz bo'lganim uchun berilgan sovg'a. Salom, Ra. Bunaqangi jaziramada qulupnayli muzqaymoqxo'rlik qilish ayni muddao bo'ladi, to'g'rimi, Ra? To'ppa to'g'ri. Alhamdulillah. Mana bu vafli, biskvit va shokolad ham senga, Ra. Mana bu qand va shirin sutli shokolad ham senga, Ra. Alhamdulillah. Bularning hammasi mengami? Ha, senga, Rara. Rahmat. Nusa, bu deyman, bugun singlingni tug'ilgan kuni bo'lsa kerak-a? Yo'q, Yuchoq amaki. Unda nega hammangiz Rarani mehmon qilyapsiz? Abdul va Sofiya kim ko'proq saxovatli bo'lishga bellashyapti? Shunaqa, Yuchoq amaki. Ustozimiz aytdiki, payg'ambarimiz alayhissalom o'z birodarlariga saxiy bo'lganlarini yaxshi ko'rar ekanlar. Chunki buning juda katta ajri bor ekan. Katta ajr bor ekanda.
Mana puli Yuchoq amaki. Bolalar, men pullarni olmayman. Ha? Nega axir? Men ham Rarani mehmon qilib, katta ajrga ega bo'lmoqchiman. Nima? Ha, demak bugungi ajr savobni janob Yuchoq amaki oladigan bo'ldin. Siz bizdan ham o'zib ketdingiz, Yuchoq amaki. Agar meni mehmon qilib, ajrga ega bo'lsangiz, demak har gal tekinga shirinliklar olar ekanman-da. Ana xolos. Alhamdulillah. Unda yana shamollab qolasan. Keyingi safar Rarani men mehmon qilaman. Shunaqami? Keyingi safar kimni gali bo'lyapti? Ey bolalar, ey. Jannatga oddiy amallar orqali ham erishish mumkin. Yuchoq amaki. Iya, Rara, kel ona qizim. Xo'sh, bugun nima sotib olmoqchisan, ha? Bugun ham ajr olishni istaysizmi? Nima? Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Uyda qoling. Buyurtmalarni yetkazib berishga ulguryapsizlarmi? Ha, albatta. Yetkazishga harakat qilyapmiz. Ha, mana puli. Hozir qaytimini beraman. Qaytimi shart emas. Shundoq ham ishingiz oson emas. Qo'ysangizchi, hojat yo'q edi. Yaxshi ishlang. Rahmat. Rara. Labbay oyijon. Yura qol, uyga kiramiz Xo'p qizim. bo'ladi oyijon. Qorning ochgandir. Ha, qornim juda ochdi. Demak, bugungi dars hammangizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shundaymi? Ha, ustoz. U holda uyga berilgan vazifalarni bajarishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa yo'llang. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nima bo'ldi akajon? Uyda zerikib ketyapman. Hech qayoqqa bormayapmiz ham. Nuqul hovlida o'ynaymiz. To'g'ri aytdingiz. Men ham har doim uyda o'tiraverib, zerikib ketdim. Faqat Quyoncham bilan birga o'ynayapman xolos. Agar maktabga borsak, o'qituvchilarimiz bilan rasm chizardik. Maktab oshxonasidan mazali taomlar olib yerdik. Ya Alloh, yana ovqatni gapiradi-ya. Nussa, zerikdingmi o'g'lim? Ha, oyijon. Qachon maktabimiz boshlanar ekan-a? O'qishni sog'inib ketdim. Sabr qil, o'g'lim. Hozir uyda o'tirib, masofadan ta'lim olayotgan faqat ikkingiz emassiz. Hamma joy ma'lum muddatga yopilgan. Ma'lum muddatga? Ma'lum muddatga degani qachongacha bo'ladi, oyijon? Bu hozircha noma'lum quyoshcham. Chunki butun dunyoda inson uchun xavfli bo'lgan tojsimon virus tarqalganligi tufayli hamma uyidan turib ishlashi, ta'lim olishi va ibodat qilishi kerak bo'ladi. Pandemiyadan maqsad o'sha virusni odamlar orasida keng tarqalib ketishini oldini olishdir. Endi gaplarimni tushundingizmi, bolajonlarim? Pandemiya? U nima degani? Mazali taommi? Lekin oyijon, axir biz pandemiya paytida uyda bo'lib, hech qayoqqa bormadik-ku. Xiyobonga borsam bo'ladimi? Tezda boraman, qaytaman. Iltimos, borsam Mayli oyijon. Kecha uyimiz oldida bir bolani o'ynab yurganini ko'rgandim. To'g'ri, men ham chiqindi tozalovchi amakining bolalarini mahallada o'ynab yurishganini ko'rdim. Agar muhim zarurat bo'lmasa, uyda qolganimiz ma'qulroq. Shunda xavfsizlikda bo'lamiz. Sabr qilinglar. Qolaversa, uyda ham qilish mumkin bo'lgan juda ko'p foydali ishlar va mashg'ulotlar bor. To'g'rimi? Ha, oyijon. Nussa, Rara,
Biz hamisha shukr qilib yashashni o'rganishimiz kerak. Alhamdulillah. Abba kundalik ehtiyojlarimizni yetkazib turibdi. Garchi sharoiti ancha og'ir bo'lgan, qiyinchilikda kun ko'rayotgan odamlar ham bor. Ular mana shunday xatarli vaziyatda ham ro'zg'or tebratish uchun ko'chada ishlashga majbur bo'lishadi. Alhamdulillah. Jonlarini xatarga qo'yib bo'lsa ham. Ularni hayoti xavf ostidami? Virus ularga ham yuqib qolishi mumkinmi? Ha? Voy. Shuning uchun biz doimo Allohdan salomatlik tilashimiz, insonlar boshiga tushgan bu sinovli kunlar tezroq yakun topishini so'rab duo qilishimiz kerak. Amin. Shunda yana maktabga borib, ta'lim olishingiz va o'ynashingiz mumkin. Iltimos bizni kechiring oyi. Mayli o'g'il. Endi noshukrlik qilmasdan sabrli bo'lishga va'da beraman. Men ham uyda o'tirishdan shikoyat qilmayman. Ko'chaga chiqaman deb xarxasha qilib sizni ranjitmayman. Bo'pti. Bo'pti qizalog'im. Endi ovqatlanamiz. Qayoqqa ketyapsan, Quyoncha? Ha, do'konga borasanmi? Do'kondan nimalar olasan? Ha? Men deb qo'ya borran. Qanday g'oya Beri ekan? kelchi, hozir aytaman. Xo'sh. Xullas, gap bunday. Sen bilan ikkimiz qiynalgan odamlarga yordam berish rejasini tuzamiz. Buni oyimga ham aytamiz. Oyijon, bizda bitta g'oya bor. Agar qiynalganlarga yordam bersak nima deysiz? Yaxshi. Qani unda boshlaymiz. Olerara. Albatta, bunda har bir o'ta sabrli va shukrlilar uchun oyat belgilar bordir. Oyimga ber. Luqmon surasi 31-oyat. Marhamat, ehtiyojingizga erisha olavering. Chin ko'ngildan siz uchun ilib qo'ydik. Alloh subhanahu va taolo hamisha birodarlarning ehtiyojlarini qondiruvchi bandasini hojatini chiqaradi. Ya Alloh, rahmat senga ya Alloh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biz buni uddaladik. Alhamdulillah. Ha, biz buni uddaladik. Qani besh akajon. tashla. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Omonat 1-qism. Nima bo'ldi? Aha. Akajon, raketangizni olib tursam maylimi? Maylimi? Nega bunday qilyapsiz? Agar uni berib turmasangiz, ertaga maktabda raketani olib kelmaganim uchun o'qituvchimizning oldida uyalib qoladigan bo'ldim. Attang. Shoshma. Labay akajon, Eshikni yopishni unutmang. yopaman. Yo'q, boshqa qaytarilmaydi. Nussa, 1 daqiqa vaqtingni olsam bo'ladimi? Albatta oyijon. Nussa, Labbay. sendan Raraning maktabidagi loyihasi uchun yordam berishingni so'ramoqchi edim. Unga yordam bera olasanmi? Oyijon, bo'pti, men maktabga ketdim. Nussa akang bilan birga bormaysanmi? Yo'q, men birinchi keta qolaman.
Ehtiyot bo'l. Tushligingni olishni ham unutma. Qarab ko'rchi ish qilib qolib ketmayapkanmikan? Voy! Raketangizni berdingizmi? Uni olib ketsam bo'ladi, shundaymi? Ha. Alhamdulillah. Hayya, Rara, qoidalarni unutmagin, xo'pmi? Albatta. Xo'p bo'ladi oyijon. Rahmat akajon. Rahmat oyijon. Arzimaydi. Endi raketam bor. Ha! Endi raketam bor. Raketam bor. Raketam bor. Ehtiyot bo'l. Ushlab oldim. Rara, Alhamdulillah. ehtiyot bo'l qizaloqim. Tashvishlanmanglar. Ustoz, men ketyapman. Xayr oyijon, xayr akajon. Assalomu alaykum. Oyi. Ha. Keyin u uchib kelib yerga qo'nibdi. Chuf! Uni xursand kutib olishibdi. Alhamdulillah. Bu do'stlarim haqidagi hikoyam edi. Ha, bolajonlar, Raraning hikoyasi juda ham qiziqarli ekan-a? Rahmat. Kelinglar, uni olqishlaymiz. Raketa haqidagi ajoyib hikoyang uchun rahmat, Rara. Buni surib turamiz. Mana puli Yichuk amaki. Katta rahmat. Assalomu alaykum, men keldim. Va alaykum assalom. Xo'sh, raketa haqidagi hikoyang hammaga yoqdimi? Alhamdulillah, hammaga yoqdi. Alhamdulillah. Endi raketamni qaytarib olsam bo'ladimi? Albatta, o'zim ham uni qaytarib bermoqchi edim. Xo'sh, qani? Voy. Voy. Hozir hazilni vaqti masira. Qani u? Hozir topaman. Uyga kelishimdan avval uni sumkamga solgandim. Keyinchi? Mana shu yerga. Endi u qayerda? So'zim aka. Uni yo'qotib qo'ydingmi? Sumkangdan chiqmadi-ku. Sen va'dangda tura olmading. Agar oyim iltimos qilmaganda, uni hech qachon senga bermasdim. Oqibatda nima bo'ldi? Raketamdan ayrilganib qoldi. Kechiring meni, akajon. Nussa, biz hech narsani oldindan bila olmaymiz, o'g'lim. Singling to'g'risini aytayotgandir. Ehtimol u chindan ham raketani sumkasiga solgandir. Biz hamisha bir-birimiz haqimizda yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak. Xo'pmi, o'g'lim? Ya Alloh, yo'qolgan raketamni topilishda o'zing madadkor bo'lgin. Amin. Aha! Menda ajoyib g'oya bor. Aka, raketangizni olib tursam maylimi? Keyin u yerga qo'nib qaytarib berasanmi? Yo'q-ku. Uni yo'qotdingmi? Senga ishongandim, ra. Kechiring meni, akajon. Balki singling rostini aytayotgandir. Ya Alloh, yo'qolgan raketamni topilishda o'zing madadkor bo'lgin. Aha! Omonat. 2-qism.
Ha, mana shunday, keyin bunday. Tayyor. Raketa qidirilmoqda. Ketdik anta. Iya. Yo'q-ku? Oyijon, xuddi akamnikidek raketani qayerdan sotib olsa bo'ladi? Raketani u qayerda sotilardi? Ha, haliroq dadangdan so'rab ko'raman. Xo'pmi, qizim? Uni narxi qancha turadi, oyijon? Juda qimmat. Dadam uni uzoqdan olib kelgandi. Agar bilsang, u noyob raketalar turidan edi. Boshqa unaqasidan ishlab chiqarishmagan. Nussa. Oyijon, akam mendan haliyam xafami? Akam meni omonatdor emas ekansan deb aytdi. U nima degani, oyijon? Omonatdor degani ishonchli va to'g'ri so'z kishi degani. Unga hamma ishonadi. Bundan chiqdi, endi akam menga hech qachon ishonmas ekanda, oyijon. Unday emas, Yulduzcham. Akang sendan biroz ranjigan bo'lishi mumkin, lekin sen unga bor haqiqatni aytding. Raketani atayin yo'qotib qo'ymading-ku, to'g'rimi, qizim? Ha. Hatto uni topish uchun bir qancha e'lonlar ham yozib chiqding. Inshaalloh, bu qilgan harakatlaringni hammasi albatta xayrli bo'ladi. Amallaring niyatingni ko'rsatib turibdi. Tushundingmi, chirog'im? Ha, endi tushundim, oyijon. Ana xolos. Kimdir o'yinchog'ini unutib qoldiribdi-ku, a? Bu kimning raketasi ekan? Bu o'sha Rara qidirib yurgan raketa bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Nussa, hali ham xafamisan, o'g'lim? Nimadan xafa bo'lay, oyijon? Kayfiyating yo'qqa o'xshaydi. Dadang olib bergan raketa yo'qolganda xafamisan demoqchimisiz? Yo'q, oyijon. Siz menga har qanday holatda ham husnul xulq va odobni unutmaslikni o'rgatgansiz. Yana biror narsamiz yo'qolib qolsa, bunga ko'nikishimiz kerakligini o'rgatgansiz. To'g'rimi? Mashalloh. O'zimni aqlligimdan o'rgilay. Alhamdulillah. Onajon, juma namoziga borib kelay. Bora qol. Yo'lda ehtiyot bo'l, o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hay, Nussa. Nussa, o'g'lim. Shoshmay tur. Nima gap, Yuchuk amaki? Bu seni raketangmi? Yo'qotib qo'yganmiding? Alhamdulillah! Dadam olib bergan raketa va nihoyat topildi. Katta rahmat sizga, Yuchuk amaki. Xudoga shukr. Seniki ekan. Bundan juda xursand bo'ldim. Singling Raraga ham rahmat aytishni unutib qo'ymagin. Rara? Ha, Rara. Bechora raketa yo'qolib qoldi deb bir qancha e'lonlarni yozib, hamma yerga ilib chiqdi. Sira tinim bilmadi. Unga ham rahmat deyishni unutmagin. Xo'p, Yuchuk amaki, albatta aytaman. Astag'firulloh. Meni kechir. Raketani chindan ham bilmay yo'qotib qo'ygan ekansan-da. Seni e'lonlaring tufayli raketam yana topildi. Rahmat senga. Arzimaydi. Faqat iltimos, uni boshqa yo'qotib qo'ymang. Xo'pmi? U uyqusida gapiryapti. Rara.
Omonatga xiyonat qilmang. Birodaringiz haqida hamisha yaxshi gumonda bo'ling. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Orzu. U nima edi? Oyijon! Voy, akam nima qilyapti? Hali ham joyida uxlab yotibdimi? Aka turing. As-solatu xayrum minan naum. Aka? Yopinchiqni ochaman shekilli. Astag'firulloh, ajina. Ajina! Oyijon! Qani ajina? Oyijon! Ajina kirib qolibdi. Astag'firulloh. Ajina. Nussa, Rara. Ajina oyi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bomdodni o'qidingizmi? Ajina keldi oyi. Telefonim bu yerda nima qilyapti? Buni Bu videoni kecha tunda kim tomosha qildi? Kimdir tushuntirib bera oladimi? Meni kechiring oyi. Bugun dam olish kunimiz bo'lgani uchun kecha tomosha qilgandik. Voy! Bu qanday maxluq bo'ldi? Allohu akbar. Oyijon! Akajon, uyqum keldi. Bo'ldi, kirib uxlayman. Kechagi qo'rqinchli kinoni ko'rganim uchun tuni bilan uxlolmay chiqdim. Yomon tushlar ko'rdim. Meni ortimdan qop-qora bahaybat maxluq quvib kelardi. Qo'rqib ketdim. Hoynahoy, unda xuftonni ham o'qimagandirsiz-a? Tahorat olishni ham unutgansiz. Shuning uchun yomon tushlar ko'rgansiz. Men esa yo'q. Meni tushlarim yoqimli bo'ldi. Ha, shunaqami? Siznikidek qo'rqinchli emas. Alhamdulillah. Yoqimli tush ko'rgan bo'lsang, u Allohdan bo'ladir. Bilaman oyijon. Yomon tush ko'rganingni hech kimga aytmaganing ma'qul, Nussa. Nimaga? Yomon tush ko'rganimizni boshqalarga aytmasligimiz kerak. Ha, nega ularni ayta olmaymiz oyijon? Chunki yomon tushlarni hammasi shaytondan bo'ladi. Astag'firulloh. Payg'ambarimiz alayhissalom agar yomon tush ko'rsangiz, uyg'ongach chap tomoningizga 3 marotaba tuflab qo'ying deb aytganlar. Shunaqami? Keyin 3 marta isti'ozani aytib, holatingizni o'zgartirasiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim.
Auzu billahi minash shaytonir rojim. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Tushundingizmi? Meni kechiring oyijon. Endi hech qachon yarim tungacha qo'rqinchli kino ko'rmayman. Endi borib tahoratimni olay onajon. Bora qol polvonim. Keyin esa katta pishtirangli muz qaymoqni ko'rdim. Keyin esa bahaybat maxluq qo'llarini mana bunday qilib kelib qoldi. Ovozi bo'lsa, ovozi qanaqa edi-ya? Ha, ovozi xuddi shunday edi. Mana shunday xirillab gapirardi. Ha? Akam uxlab qolibdi-ku. Men bo'lsa og'zimni to'ldirib, tushimni aytib o'tiribman. Ha, bekorga vaqtim ketdi. Kunduzlari yurganda ham, tunda uyquga yotishda ham Allohni zikr qiling. Shunda Alloh subhanahu va taolo sizni o'z panohida asraydi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Pazanda Rara. Voy, muraboli ketdimiz, mazali chiqibdi. Naqdoshingizni yerib ketadi-ya. Voh, judayam mazali. Ajoyib. Yo tavba, nima qilyapsan qizim? So'laging oqib ketibdi. Ha, oyijon. Oyijon. Biz ham shunday keks pishirsak bo'ladimi? Iltimos oyijon. Iltimos oyijon. Rozimisiz? Bo'pti. Ha, rostdanmi? Qoyil. Rara. Ajoyib. Qizaloqim. Keks pishiramiz, keks. Ha. Pazanda Rara tayyor. Boshladikmi? Yaxshi, hozir qo'yamiz. Voy. Bunisi tayyor. Hademay pishib qoladi. Duxovkaga solsak bas. Rara, men duxovkani yoqaman. Mayli oyijon. Oyijon, tuxumni aralashtirishga yordam bersam maylimi? Albatta quyoshim. Qoyil. Biram tez aylanar ekanki. Oyim qayerda qolib ketdi? Ancha xayallab qoldi-ya. Uyog'ini o'zim davom ettiraman. Endi esa xamirturushdan biroz qo'shamiz. Shunda keksimiz ham biz istagan chiroyli shaklga keladi. Biroz qo'shamiz? Shunisi yetarmikin? Agar bundan ko'proq qo'shsam, keksimiz ham juda katta bo'lib chiqadi. Ha, ko'proq qo'shaman. Mana shunday. Rara, kutib qolmadingmi qizalog'im? Oyijon, nega qolib ketdingiz? Qani, endi davom etamizmi? Demak, xamir ham tayyor. Endi biz unga biroz vanilladan qo'shamiz. Ha? Qo'ng'iroq qilib qolishdi. Alo. Assalomu alaykum. Ha. Oyim hali telefonda uzoq gaplashsa kerak. Videoda vanilindan biroz qo'shish kerak deb aytildi. Ha, menimcha bundan ham ko'proq qo'shish kerak.
Ana bo'ldi. Hidi mazali. Ko'proq qo'shsam mazali bo'ladi, to'g'rimi anti? Qayerda to'xtagandik? Davom etamizmi? Shoshmay turchi, men hozir. Demak, 2 choy qoshiq vanilladan qo'shamiz. 2 choy qoshiq? Undan ko'payib ketmasin. Aks holda uning ta'mi achchiq bo'lib qoladi. Rara, xamirimiz tayyor bo'libdi. Uni duxovkaga solsak ham bo'ladi. Bismillah. Bismillah. Nega bunaqa chiqdi? Avval tatib ko'raylik-chi. Bismillah. Astag'firulloh. Namuncha achchiq. Menimcha vanilladan 2 choy qoshiq solgandim shekilli. Oyimga rostini aytsammikin? Nega bunday bo'ldi? To'g'risini tan olish kerak. Oyijon, keksimiz men tufayli achchiq bo'lib qoldi. Men sabrsizlik qilib, keksning xamiriga ko'proq xamirtirish va vanilla qo'shib yuborgan edim. Oyijon, shunda uni mazaliroq chiqadi deb o'yladim-da. Meni kechiring, oyijon. Bu sen bilan birgalikda birinchi marta keks pishirishimiz, qizim. Xato bo'lishi tabiiy. Agar uni mazali chiqishini istasang, masalliq bo'yicha pishirishing kerak. Undan-da muhimi, yana nima kerak? Sabr. Ha. Xatoingni tan olib, rostini aytganing uchun rahmat. O'zimni jasur qizim. Rahmat, oyijon. Senga sovg'a sifatida boshqa bir keksni pishirib beraman. Rostdanmi, oyijon? Boshqa keksni? Qoyil! Qumni men aralashtiraman, oyijon. Bo'pti, faqat shoshilmaysan. Bu safar aslo shoshilmayman. Rostgo'ylik ba'zan qiyin bo'ladi, ammo u qalbga xotirjamlikni olib keladi. Anta, yeb ko'rasanmi? Nima, qorning to'qmi? Mayli, unda buni ham o'zim yeb qo'ya qolaman. Mazali. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savdoni o'rganamiz. Yorqin va quvnoq bolalar bozori. Pishiriqlar, mazali pishiriqlar. Marhamat, pishiriqlardan oling. Kep qoling. Pishiriqlarni sotyapsizmi? Marhamat, oling xonim. Bu oyim pishirgan eng mazali pishiriqlar. Bularni sotib, ancha-muncha pul ishlab borsangiz bo'ladi. Qoyil. Katta rahmat. Alhamdulillah. Rahmat xolajon. Xolajon, bu pulga bizning qaytimimiz yo'q-da. Agar imkon bo'lsa, 20 ming bersangiz yaxshi bo'lardi. Ha, xolajon. Mayda pulim yo'q edi. Mayli, qaytimi kerak emas. Shoshib turgandim. Voy, xolajon. Lekin xolajon. Voy. Agar hamma xaridorlarim boy bo'lsa, meni ham pullarim ko'payib ketadi. Salom Nusa. Salom Rara. Qalaysizlar? Abdul, Sofiya, Qoyil. Qara, bizni sotuvchi do'stlarimiz ham bor ekan. Abdul og'a, Safiya opa, sizlar nima sotmoqchisizlar? Mazali yelimshak. Mazali yelimshak. Yana bir narsa bor. Tadam! Shokoladli meler. Ular ham pishiriq olib chiqishibdi. Qarang aka, xuddi biznikidek. Voy, nima deyapsan? Ular ham pishiriq olib chiqishgan, lekin ta'mi boshqacha-ku, to'g'rimi? Ularning ham mazali bo'lsa-chi,
Aka, Kelib qoling, olib qoling. Mazali yelimshaklar, shokoladli pishiriq, millar. Kelib qoling, olib qoling. Sotaman u ketaman. Kelib qoling. amakijon, xolajon, opajon, akajon, oyimni mazali pishiriqlardan oling. Mazasi og'zingizda qoladi. Shokoladli pishiriq, millar. Mazasi og'zingizda qoladi. Tatib ko'ring. Ha! Oyimni pishiriqlari Siz mazaliroq. hali bunaqasini yemagansiz. Bunday mazali pishiriqni albatta tatib ko'rishingiz shokoladli kerak. pishiriq, millar. Kelib Ularga nima qoling, bo'ldi? olib qoling. Mazali pishiriqlar. Menga 6 ta bering. Juda ham mazali. Menga Kelib ham qoling, ikkita. olib qoling. Menga 4 ta. Aka. Abdul og'a va Safiya opaning pishiriqlari sotilmayapti. Vah, bizniki sotilmayapti-ku. Abdul, hali beri kech kirgani yo'q, tashvishlanma. Hali pishiriqlarni sotishga ham ulguramiz. Keyin yana Nussa bilanlari bizni do'stlarimiz. Do'stlarni xafa qilish esa yaramaydi. Ha, to'g'ri. Bu yerda nima sotilyapti? Yuchoq amaki, Rara, qizim, senga nima mana bu bo'ldi? oyimning pishiriqlari. Siz undan albatta tatib ko'rishingiz kerak. Qizim, o'zim ham hozir shirinlik qidirib yurgandim. Alhamdulillah. Yuchoq amaki, bizda hali bundan 3 ta xalta bor. Ha, shunday, juda ko'p. Attang, bor yo'g'i 3 xaltami? Menga ko'proq kerak edi. Mayli, bera qoling. Katta rahmat. Voy. Yuchoq amaki, uzr. Lekin qaytimimiz yo'q-da. Shunaqami? Hozir shoshmay tur. Cho'ntagimni qaraychi. Ra, sen shu yerda kutib tur. Maydam yo'q Yuchoq ekan-da. amaki, men pulni maydalab kelaman. Mayli, kutib turaman, Nussa o'g'lim. Abdul, Sofiya, sizlarda 10 mingtalik yoki 5 mingtalik mayda bormi? Shoshmachi Nussa, qarab ko'raychi. Xo'sh, bor ekan Nussa, 10 ming va 20 ming. Ha, ya. Yuchoq amaki, yana olmoqchimisiz? Olmoqchiman. Yuchoq amaki, bugun Sofiya va Abdul ham pishiriqlarini sotishga olib chiqishgan ekan. Shunaqami? Bu ayni muddao bo'ldi. Qaytimiga sizlarni pishiriqlaringizdan olaveraman. Katta rahmat Yuchoq amaki. Aytgandim-ku. Arzimaydi Abdul, Safiya. Alhamdulillah. Aka, beri keling. Nima gap, Ra? Nima uchun Abdulda ham pishiriq borligini aytdingiz? Agar qaytimimiz yo'q deb turib olganimizda, Yuchoq amaki pulini qolganini o'zimizga berib ketardi. Shunda pulimiz ko'p bo'lardi. Ra, oyimni gapini unutma. Oyimni gapini? Savdoda payg'ambarimiz alayhissalomning odobidan o'rnak olishimiz kerak. Ishonchli, to'g'ri so'z va omonatdor Ha, bo'ling. to'g'ri. Lekin oyijon. Xo'pmi, qizim? Xo'p bo'ladi oyijon. Ha, esladingmi? Abdul og'a, Safiya opa, meni kechiringlar. Savdoda odobsizlik qildim. Hech qisi yo'q-a. Tijoratda go'zal xulq bilan savdo qilishing, sheriklaringga qo'ldan kelgancha yordam berishing kerak. Ha, xuddi sizlardek pishirig'imizni sotishga yordam berganingiz uchun mana bu bizdan sizga sovg'a. Voy, Yelimshak. yelimshak. Rahmat Abdul og'a, Safiya opa. Keyin sotarsan. Agar bepul tarqatsang, foyda ko'rmaysan. Ha. Yo'q, do'stlarni mehmon qilishda foyda ko'zlanmaydi. Muhimi, uni evaziga beriladigan ajr-savobga umid qilish kerak. Alhamdulillah. Abdul og'a, Safiya opa, yelimshakdan yana bormi? Senga shuncha yetmaydimi? Antaga olib bormoqchiman. Tijoratda halollik va to'g'ri so'zlikka amal qilinsa, savdo ham barakali bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.